Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolisa hozir ustaxonamizdan video obzor. Chiroyli obzor qilib beraman. Zakazga tayyorlanayotgan ishlarimiz, xudo xolisa bularimiz 100% tayyor holatdalari. Bu yerda endi tayyorlanayotgan ishlarimiz bor. Bunimiz Farg'onaga xudo xolisa tayyor bo'lyapti. Osma holatda bo'ladi bularimiz. Bu yerda yana yangi ishlarimiz tayyor bo'lyapti. Ukam bilan ishlayapmiz. Bu mebelimiz osma holatda 3 metr joyga tayyor bo'lyapti. Osma holat, tepasi ham bor, antresoli. O'rtasi oq, tepasi bilan pasti mokriy bo'lgan. Bunimiz 1 pagonning metrini hozirgi kunda 2.8 million dan boshlab 3.5 million so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Ichidagi mexanizmi, materiallarga qarab turib, bu mebellarimiz 6 metr joyga sharxonga tayyor bo'lgan bu mebelimiz. Bunimizni 1 pagonning metrini hozirgi kunda 2.100 ming so'mdan 2.5 million so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Hurmatli obunachilar, materiallari akril. Ko'rib turganingizdek, kashtan firmaning akrili, osha-moshalar davchi vakuumlik, chekalari plastmassa kromka bo'lgan. Xudo xolisa, qoshodonlari ham bor, chiroyli qilib. O'rtalariga kafel bosiladi. O'zingizlar bilasizlar, bu yer mebelimiz uzunligi uchun, o'rta tashlab olmasligi uchun ochiq polka qilib shu yerga yechim qilib ketganmiz. Bu yerda kichikroq joyga tayyorlanayotgan mebelimiz bor. Uzoqlashtirsam ozgina to'liq ko'rinmay qolyapti mebel. Bu yerda shkafi. Bu yoqlari mana o'rtada shuni singari kafel bo'ladi. Bu yoqda ishimizdagina stollarimiz ham zavodskiy bo'lgan. Buni ham polni chekalari plastmassa kromka bo'lgan. Bunimizni Qo'rg'ontepaga tayyorlab berdik. Xudo xolisa bularning hammasini videosini asta-asta qo'yib boramiz. Hurmatli obunachilar, kuzatib tursanglar. Xo'p, bunimiz 280, shu turishini hozirgi kunda 5.5 million so'mga tayyorlab Qo'rg'ontepaga olib chiqib sinfga qilib beramiz. Bu yerda yana boshqa mebellarimiz bor. Ozgina qorong'u, yaxshi ko'rinmay qolyapti. Hop, bu mebellarimiz ham hali yarim tayyor holatda. Bularni ham 1 pagonning metrini 2.100 dan 2.5 milliongacha tayyorlab beryapmiz. Shu aytib o'tganimdek, ichidagi mexanizmi, bo'ylari past balatiga qarab turib, materialga qarab turib o'zgaradi. Bu yoqlarda mana yana xudo xolisa chiroyli qilib sinfga qilyapmiz, hurmatli obunachilar. Bu yerda ham yana bitta oq ishimiz bor. Bu tayyor ishimiz, hurmatli obunachilar, sotiladi. Bozorimiz ko'chgan hisobiga ustaxonaga olib chiqib qo'yganmiz. Mana shu mebelimizni shu turishini vodiy bo'lib 2.8 million so'mga yetkazib beramiz aytgan joylarga. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Usta akamiz ham mana ishlayapti. Xudo xolasa chiroyli qilib aytgan mebellarni chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Kimgadir shunaqa oshxona mebellari kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa libopad aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib borib o'chga tayyorlab beramiz. Rahmat hammaga.